Ay, bu qo'shnilarim pulni qayerdan topadi buncha? Har kun turli-tuman ishlarni qilib, devonlarni chiroyli qilib, ay, men kuyib ketaman. Shoshmay tur, senlarni hozir boplayman. Nima qilishimni qarab tur. Senlarga hozir ko'rsatib qo'yaman. Senlarni hozir boplayman. Men yangi qilgan devonlarimni boplab tashlayman. Oy, biram xursandman. Mana devorlarim ham chiroyli bo'ldi. Qutuldim, bir umrlik bo'ldi. Mazza qildim. Bular qayerdan keldi? Voy, o'lmasam. Ana rasvochilik. Yuvib ko'raychi, tushuntirgan paytlar yurtga bittaga ketadi degandilar. Hozir suv olib kelaman. Ilohim, ketsin-da. Quruvchilar aldamadan bo'lsin-da. Lekin ketyapti. Mana senga. Lekin haqiqatdan ustalar aytganidek toza bo'lar ekan. Zo'r narsa ekan. Voy, bu qitmir qo'shnilarim yo'lga loy chaplasam ham qanday qilib chiroyli qilib yuvib qo'yibdi. Dog' qolmadi. Shoshmay tur, senlarni hozir boplayman. Dog' qoladimi yo'qmi shunda ko'raman. Hech kim ko'rmayaptimi? Nima qilasanlar? Qani shoshmay tur. Tavba qildim. Kim bunaqa ishlarni qilyapti? Yoki bolalar qilishyaptimi? Bir kun devorim loy, bir kun bu nimani dog'i? Tuxum surtishganmi? Mana ketyapti. Xayriyat, sifat kafolatini so'rab olgan ekanim. Mana qo'limda yursam ham toza bo'ldi lekin. Voy, hech kim yo'q ekan. Devorga loy chapladim, ketdi. Tuxum chapladim, ketdi. Endi nima qilsam bo'lay ekan? Bu qo'shnilarimdan o'tib tushmasam bo'lmaydi. Buni qayerdan olgan joyini ham so'rab surishtiraman. Shu ustalarning yoniga ham boraman. Devorimni bulardan ham yaxshi taqaman. Shoshmay tur, senlarni bir bo'glab oyog'imni ham surtib qo'yaychi. Nima bilay ekan endi? Hormang. Devor oyoq surtish uchun chiqarilmagan. 3 kundan beri devorimni siz rasvo qilib ketyapsiz. Yaxshi ish emas. Qo'shnijon, xafa bo'lmang. Devoringiz materiallarni bir ko'rayotgandim. Men ham shunday devorlarni qilarmanmi, devorima deb. Qayerdan oldingiz bu materiallarni, qo'shnijon? Ustalaringiz kim? Shu materiallaringiz haqida bir tafsilot bersangiz, men ham shunday qilardim-da. Qo'shnijon, devorimni rasvo qilmasdan, hasad qilmasdan o'zimdan so'rasangiz ham aytardim. Yuring, bu mahsulot qayerdan olganimni, qanaqa mahsulot ekanligini sizga aytaman. Siz ham yaxshi kunlaringizda uyingizni shunaqa ta'mirlang, lekin bu ishni qilmang. Nima qilsangiz ham bu devorlar toza bo'ladi, chunki sifat garantiyasiga ega. Yuring qo'shnijon, xo'p, qo'shnijon. Bu joy Jondor tumanida yangi o'z ish faoliyatini boshlagan Termotravertin ishlab chiqarish korxonasi bo'lib, siz bu yerdan sifat garantiyasiga ega 20 yillik kafolat beriladigan va sizga bir umrga xizmat qiladigan sifatli mahsulotlarni xarid qila olasiz. Bundan tashqari bu ishlab chiqarish korxonasida eshik va derazalarning chetlari uchun 150 dan ortiq mana shunday naqshli ramkalar ishlab chiqariladi. Siz naqshlarni tanlab berasiz. Kesib yetkazib berish xizmati bizdan bo'ladi. Siz ham uyingizni tashqi fasadlarini, barchani havasini keltirib, bir martaga bir umrlik qilib ta'mirlamoqchi bo'lsangiz, meni nomimdan murojaat qilsangiz, sizga 10% chegirma amal qiladi. Jondor tumani hududi bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo tekinga. Agar siz Jondor tuman hududidan boshqa joydan murojaat qiladigan bo'lsangiz, meni nomimdan chiqsangiz, sizga yo'l haqqi 50 ga 50 to'lab beriladi. Manzilga keladigan bo'lsak, Jondor tuman Yashar Med klinikasining ro'ybarasida joylashgan Termotravertin ishlab chiqarish korxonasi.